Ko'pchilik bemorlar aynan mana shu belgilarga bee'tibor qiladi. Mana shu sedalish nervni yallig'lanishi shu belgilar bilan doimiy uzoq muddat yuradi. Bu holatda bemorlar o'ta xato qilgan bo'ladi. Zararlanadigan bo'lsa, mana shu qobiq qayta tiklanmaydi. Mana shu og'riq bilan umringiz oxirigacha qolib ketadi. Sababni yo'q qilmagunizgacha bu darddan qutula olmaysiz. Обезболивающий og'riq qoldiruvchi ukollar bilan vaqtinchalik lecheniya olasiz, lekin bu haqiqiy davo emas. Ko'pchilik bemorlar aynan mana shu belgilarga bee'tibor qiladi. Yillar davomida bu belgilarga bee'tibor bo'laveradi. Natijada kimdadir 1 yillik tarixiga ega, kimgadir 10 yillik tarixiga ega bo'lgan mana shu sedalish nervni yallig'lanishi shu belgilar bilan doimiy uzoq muddat yuradi. Bu holatda bemorlar o'ta xato qilgan bo'ladi. Sabab agar sedalish nerv mana shu o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, shu narsani agar o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmaydigan bo'lsa, eng yomon narsa, eng asosiy yomon narsa, ya'ni oyoq o'sha qaysidir oyoqqa berayotgan tarafda oyoqda ozish paydo bo'ladi. Bu ozganligi hisobidan mushaklar kuchsizlanib ketib qoladi. Bu narsani reabilitatsiya qilish, bu narsani davolash operatsiyadan keyin ham yaxshi bo'lmasi mumkin. Shu sababdan agar sizda mana shunaqa belgi paydo bo'lgan bo'lsa, o'z vaqtida reabilitologga yoki o'sha travmatolog, ortopedga, neyroxirurgga murojaat qilish kerak. Xo'p, sizda bo'lishi mumkin bo'lgan belgilar og'riq bel sohangizdan tortib oyog'ingizga beryapti. Sizda mana shu signal bo'lishi kerak. Shu narsani. Sabab agar shu og'riq beryapti, shu og'riq berayotgan paytda siz nerpatologga borasiz yoki travmatolog, ortopedga borasiz. Обезболивающий og'riq qoldiruvchi ukollar bilan vaqtinchalik lecheniya olasiz, lekin bu haqiqiy davo emas. Qachonki siqilgan nerv yallig'lanishiga, sedalish nervi yallig'lanishiga sababchi bo'lgan belgi sababni yo'q qilmagunizgacha bu darddan qutula olmaysiz. Shu sababdan aniq diagnostika qilgan holatda nima sababdan sizda bu belgi bo'lyapti? Balki osteoxondroz yoki grija yoki spinalistez degan sababi ham bo'ladi. Umurtqa pog'onasi aynan bitta qismi siljigan bo'ladi o'zini o'q atrofdan. Mana shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki boshqa mushaklar disbalansi hisobidan sizda shu narsa bo'layotgan. Mana shu sababdan shu narsani bartaraf qilganimizda, biz sababni bartaraf qilsak, keyin o'sha bizda effekt bo'ladi oladigan lecheniyaimizdan. Uzoq muddat yillar siz og'riq qoldiruvchi yoki boshqa turdagi fiziolecheniya olsangiz, ular vaqtinchalik sizga effekt beradi, lekin to'laqonli lecheniya olish uchun sizda o'sha sababni bartaraf qilish kerak. Agar yana ham uzoq muddat davom etadigan bo'lsangiz, sedalish nervni o'zini qobig'i bo'ladi. O'sha qobiq zararlanadigan bo'lsa, mana shu qobiq qayta tiklanmaydi. Mana shu og'riq bilan umringiz oxirigacha qolib ketadi. Menga kelayotgan bemorlar ko'pchiligi shunday holatda, ya'ni uzoq muddat yurgan, o'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilmagan, mana shu sababdan mana shu belgilar qolib ketgan. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, fiziolecheniya oldik, hamma og'riq qoldiruvchi ukolni ham oldik, ko'pchilik gohida operatsiya qildirib neyroxirurgga ham borgan. Neyroxirurgik amaliyot ham bajarilgan. Ularning ham unda ham effekti bo'lmagan. Yuqorida ta'kidlaganimdek, bugungi kunda ko'pchilik kam harakat bo'lganimizga sabab bizani tanamizni ushlab turadigan narsa mushak bo'ladi. Ya'ni belni mushaklari kuchsizlanadi. Qachon biza belni mushaklarini kuchlantirsak, ya'ni o'zini определённый mashqlarini, o'sha belni mushaklarini kuchlanishiga qaratilgan mashqlarni bajaradigan bo'lsak, bizani tanamizning yuki aynan mushakka tushadi. Hamda agar mashqlarni ketma-ketlikda, muntazam ravishda mashqlarni bajaradigan bo'lsak, bu mashqlar hisobidan yuzaga kelib chiqqan mushaklar disbalansi, ya'ni muvozanati tiklanadi. Shu holatda ham bizning umurtqa pog'onamiz, tanamiz, qad-qomatimiz tiklanadi. Shuni hisobidan siqilib turgan nerv shu narsadan bartaraf bo'ladi. Asosiy bu yerda sababni yo'qotish uchun eng asosiy sababi mushaklar disbalansi to'g'rilash. Sedalish nerv yallig'langanda yoki u kuchli og'riq berganda reabilitatsiya qilish haqida ko'proq to'xtalib o'tmoqchiman. Men sedalish nerv siqilganda yuqoridagi sabablarni keltirib o'tgandim. Ko'p holatda muskulyar disbalans hisobida deganni yuqorida aytgan edim. Shu sababdan qilinish kerak bo'lgan chora-tadbirlar, ya'ni reabilitatsion programmalar aynan mushaklar disbalansini to'g'rilashga qaratilishi kerak bo'ladi. Ya'ni nerv juda uzun bo'lganligi sababdan u mushaklar orasidan o'tgan bo'ladi. Keyingi o'rinda sedalish nerv nevralgiyasidagi reabilitatsiya jarayonlari haqida bosqich tushuntirib o'taman. O'tkir bosqich, ya'ni 1-kundan boshlab 7-kungacha bo'lgan holatda bu o'tkir bosqich hisoblanadi. Mana shu o'tkir bosqichda bizani qiladigan asosiy vazifamiz, ya'ni bemorlar tomonidan qilishga bo'lgan narsa, beriladigan mushakka bo'ladigan yuklamani juda ham
yengil mashqlar bilan qilish. Ya'ni bu holatda nerv siqilgan holatda nerv juda ham shishgan bo'ladi. Nerv juda qattiq siqilgan bo'ladi. Bu holatda biz qila olishimiz kerak bo'lgan narsa faqat yengil mashqlarni qila olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda ortopedik to'shak, ya'ni ortopedik matrasda bemor uxlashi hamda tikka turgan holatda bemor ko'p o'tirmasligi, fiziolechena kirgan bo'ladi holatda. Ya'ni fiziolechenada elektroforez, uchi terapiya mana shu holati muhim bo'ladi. 7 kundan 21 kungacha bo'lgan vaqtda u tikirni osti bo'ladi. Bu holatda o'zi siqilgan nervdagi shishlar kamayib, o'zi bemordagi og'riqlar, bemorni bezovtalayotgan kuchli og'riqlar bu narsa sekin kamaygan bo'ladi. Bu holatda mashqlar orqali yuklamalarni ozroq ko'tarish, ya'ni ko'proq yuklamali mashqlar qilishga buyurilgan bo'ladi. Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni bu holatda bel mushaklari stabilligini ta'minlash uchun spazmga tushgan mushaklarni spazmdan chiqarish, ya'ni qo'l bilan yengil turdagi massajlar qilish. Keyingi videolarda mana shu texnikalar haqida ko'proq to'xtalib o'taman. Keyingi bosqichi o'zi 3 haftadan 6 haftagacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga qamrab olgan bo'ladi. Bu holatda kuchli yuklamali mashqlar berishga majbur bo'lamiz. Sababidan chunki uzoq muddat og'riq hisobidan mushaklar juda kuchsizlanib ketadi. Mana shu kuchsizlanishni bartaraf qilish uchun butun tana bo'yicha mashqlarni qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu holatda bitta sekretni aytib o'tib ketaman. Qachonki biza qora mushaklari pressi kuchli bo'ladigan bo'lsa, orqa mushaklarni tarangligi kamayadi. Ya'ni og'riqning hisobida nerv kuchli siqilgan bo'ladi. Shu narsani bartaraf qilish uchun birinchi o'rinda qora mushaklar pressiniga ishlashga to'g'ri keladi. Keyingi o'rinda bel mushaklarini cho'zishga qaratilgan bo'ladi. Qolgan videolarda etapma-etap boshqa videolarda mana aynan qanaqa mashqlarni qaysi tartibda bajarishligi haqida to'xtalib o'taman. Gapimni oxirida shuni aytmoqchimanki, agar reabilitatsiya jarayonlarini biz bosqichma-bosqich bajarmaydigan bo'lsak, bizani qilayotgan muolajalarimiz foyda bermaydi. Aynan bu narsa qayta-qayta bezovta qilishi mumkin. Shu sababdan reabilitatsiya bosqichlarini, reabilitatsiya jarayonlarini muntazam ravishda, ya'ni reabilitolog nima sizga tavsiya bergan bo'lsa, shuni etapma-etap muntazam ravishda bajarib borishingiz talab qilinadi. Agar sizda ham sedalish nerv muammolari bezovta qilayotgan bo'lsa, biz bilan bog'laning. Biz hech qanaqa dori-darmonsiz davolaymiz. Ya'ni siz uchun определённый reabilitatsion programma tuzgan holatda, xudo xolasa daringizga shifo topasiz. Keyingi videolarimizda aynan bu muammoni, ya'ni kengroq yoritishga harakat qilamiz. Sahifamga obuna bo'ling.